Assalomu alaykum do'stlar. 30 kunlik marafonimizning ikkinchi haftasi boshlandi. Devlog 8 ga xush kelibsiz. Birinchi haftada loyihamizni funksiyalarni to'g'rilagan bo'lsak, bugun unga vizual joziba beramiz. Loyihamizdagi kartlarga sichqonchaning kursori kelganda hover va aktiv effektlarni qo'shamiz. Shunda biroz chiroyliroq bo'ladi. Demak, boshlaymiz. Papkani ochib olamiz. Stack Journey. Demak, karta ichidagi klasslar hozir yozib olishimiz kerak. Bu yerga hozir bu yerga kartga yozishimiz kerak. Kartga hozir hover qo'shishimiz kerak bu yerga. Demak, yozamiz hover bo'lganda scale bo'ladi. Saqlaymiz va npm run dev qilib localhostda ochib olamiz va bu yerda wow, mana hozir transition yo'qligi bois mana hover animatsiyasi ishga tushdi va hozir biz backgrounddan biroz mustahkam, ya'ni yaxshiroq qilishimiz kerak. Bu yerda hozir boshqacha holda bo'lyapti, chunki bizda Aptexda div bor edi. Div ichida turgan edi. Shunga bo'lyapti va nimagadir mayli. Keyingi devloglarda to'g'rilashga harakat qilamiz buni. Kunduzgi rejim, tungi rejim ishlayapti hozircha va hover animatsiyasi va keyingi devlogda bu backgroundni tuzatishga ham harakat qilamiz. Bu yerda hover animatsiyasi ishga tushdi. Hozir yana hover qo'yati esimga tushdi. Hoverni yana border qilish mumkin. Border blue 500 qilsak, mana hover chiroyli bo'ladi. Scale bo'lmasa ham, ya'ni box sal yuqoriga ko'tarilgandek bo'ladi. Bu scale hisoblanadi. Buni bilsangiz kerak. Hozir biz borderni shunchaki kichkina animatsiya bilan hover qildik. Tungi rejim ishlayapti va bular ham ishlayapti. Juda zo'r ishlayapti. Oddiygina hover animatsiyasi. Bu yerda props va ba'zi tekstlar, Aptex fayllarimiz hammasi joyida. Public node modulus o'zi kerakmaydi, lekin mayli, hozircha turib tura qolsin. Xullas, bugun menimcha yana bitta kamchilik to'g'rilash vaqti keldi. To'g'rilashga harakat qilaman hozir. Bu yerda hozir bu React TypeScript tekstini oq qilish kerak. Bu hozir propsga, ya'ni props yordamida qilingan uchun negadir description oq, ya'ni grayda turibdi, lekin bu title esa umuman qora bo'lib qolgan. Buning sababi nimada ekan? Div yo'q. Text gray hammasi bir xil, lekin ammo biroq bu yerda
title hozir ishlamayapti. Qora holatda bo'lib qolyapti. Buni rangini oq qilish kerak. Text gray. Text gray'ni o'zini qo'yib qo'ysak nima bo'lar ekan? Bu yerda ishlamadi baribir. Text white qilsakchi baribir ishlamadi. Mayli. Buguncha turib tura qolsin. Ertaga Dialog 9da yanada dahshatli tizimlarni, ya'ni xatoliklarni to'g'rilab, ba'zi kerakli narsalarni qilamiz albatta. Hozircha shular edi. Like bosing, obuna bo'ling. Ko'rishguncha xayr deb qolaman.